o'g'limni qaytarib berdi. Xudoga shukr. Ushbu fondni tashkil etgan insonning oxiratlari obod bo'lsin. Bu tashkilot bundan-da rivojlansin. Bizga o'xshaganlarga yana ham yordam qilib, qiynalganlarni qo'llab-quvvatlab tursinlar. Hammalarga ming rahmat. Shuni o'g'limni shu Po'latga yaxshi qilib berganlari uchun ming rahmat hammalarga. Спасибо огромное благотворительному фонду за то, что они помогли моему сыну. Огромный материнский поклон вам. Ancha yordam berdi. Mana nevaramning ko'z yaxshi. Mana tunam chiqdi. Bugun tashkil qilganlarga ham, shu yerda ishlayotganlarga ham bariga rahmat. Biz Mirabror Usmonov nomidagi xalqaro fondga murojaat bilan chiqdik. Ular bizga katta yordam berishdi. Hammasi haqiqat ekan. Mana biz o'sha yoqdan keldik, bizga shunchalik yordam berishdi. Hech kim bunaqaligini qilmagan bizga. Mana shunchalik farzandim sog'lomlashganiga men o'zim xursandman. Мы пришли сюда с ребенком, встретили нас отлично, как будто нас 100 лет знали здесь. Вот, посадили, выслушали всю нашу ситуацию, все проверили. Действительно, да, нам оказали молниеносную помощь, молниеносную.